Mana shunday masala berilgan bo'lsin. Quyidagi y teng ilzosida 6 minus x kvadrat, y teng ilzosida 6 minus ilzosida 6 minus x kvadrat chiziqlar bilan chegaralangan shaklning yuzi topilsin. Mana bu y chiziq. Bu ham y chiziq. Bu chiziqlar bitta koordinat sistemasiga chizganimizdan keyin bitta qandaydir sohani ajratadi. O'sha sohaning yuzini topishimiz kerak. Tushundingizmi? Bu yerda bu sohalarni shaklini aniq chizishimiz uchun bu chiziqlarning kesishish nuqtalarini topishimiz kerak. Kesishish nuqtalarini topganimizdan keyin bularni grafiklarini chizamiz va natijada sohamiz hosil bo'ladi. Mana bu ikkita chiziqning kesishish nuqtalarini topish uchun ularni birgalikda yechamiz. Mana shu sistemani yechamiz. Bundan qarang, y teng bunga, y teng bunga. Demak, bu ikkovi bir-biriga teng-da. Shuning uchun ilzosida 6 minus x kvadrat teng ilzosida 6 minus ilzosida 6x kvadrat. Bu yerda oddiy arifmetika, oddiy hisoblash. Buni o'ng tarafdan chap tarafga o'tkazamiz. 2 ta bo'ladi, mana. Bu yoqda qoladi. Endi 2 ga bo'lib yorib, keyin ikkala tomonni kvadrat ko'tarib olsak, 6 minus x kvadrat teng 3 taqsim 2. Orada mayda-chuyda hisoblarni qilmayapman. Ko'rinib turibdi. Sodda. Xo'p, natijada mana bu tenglama hosil bo'ldi, kvadrat tenglama. Bundan x ni topadigan bo'lsak, x1 bu minus 3 taqsim ilzosida 2 ga teng, x2 imiz 3 taqsim ilzosida 2 ga teng. Endi shu funksiyalarning grafiklarini chizaylik. Y teng ilzosida 6 minus x kvadratimiz bu mana bu parabola bo'ladi. Mana bu parabola bo'ladi. Bunisi esa qarang. Mana bunisi va pastda ko'rsatdi. Ikkinchisi esa shuni minusidan qarama-qarshi. Demak, grafik unga teskari bo'ladi. Oldidagi ilzosida 6 bu o'zgarmasdan. U 6 ilzosida 6 birlik tepaga yoki pastga siljiydi u. Lekin mana bu asosiy grafikni mana bu chizib beryapti. Bu tepadagini qarama-qarshisi minusda. Shuning uchun grafikimiz mana bunday bo'ladi. Mana. Bu ilzosida 6 minus x kvadrat, bunisi ilzosida 6 minus mana bu. Qisqasi mana shunday ikkita grafikning kesishishdan hosil bo'lgan, grafik bilan chegaralashishdan hosil bo'lgan mana bu bo'yalgan qism. Ana shu D soha. Shu D sohaning yuzini topish talab etilyapti. Biz bilamiz, oldindan bizga ma'lum, mana bunday shaklning hajmi, mana yuqorida ko'rsatilgan mana bu shaklning hajmi, mana bu ikki karrali integralni hisoblashga teng bo'ladi. Demak, mana buning D sohaning yuzi mana bu ikki karrali integral yordamida hisoblanadi. Endi D soha, mana bu ikki karrali integralni hisoblash uchun esa biz mana D sohani bilib olishimiz kerak. D sohani bilishga harakat qilaylik. Grafikdan qaraydigan bo'lsak, mana absissa o'qi, bu ordinata o'qi. Shu absissa va ordinata o'qlaridan hosil olingan, ya'ni R2 dan olingan x va y lar jufti. Bundan bitta olsak, unga bitta nuqta mos keladi. Xo'p, qisqasi D emas, shunday x, y lar R kvadratdan olingan shunday x, y lar juftiki, bunda x AB oralig'ida bo'lib, y 0f oralig'ida bo'lsa, u holda. Boyagi yuza, mana o'sha yuza. Mana bu integral bilan hisoblanar ekan. Tushundingizmi? Integral a dan b gacha, integral 0 dan f at x gacha dy.
dx. Mana shu formula bilan hisoblanar ekan. Endi mana bu ablar, mana bu f at xlar nimaligini aniqlaymiz. Qarang. Chizmada aniqlaylik. Mana bu sohani. Bizning x'imiz ko'rinib turibdi. Minus ilzosida 6 dan ilzosida 6 gacha. Shundaymi? Y-chi. Y qarang. Mana bu chiziqdan pastda, mana y o'qini ko'r. Mana bu chiziqdan pastda, mana bu chiziqdan yuqorida. Shundaymi? Y-imiz shu oralig'ida o'zgarayapti, mana. Endi bu chizig'imiz, mana. Xo'p. Bu chizig'imiz 6 ilzosida 6 minus ilzosida 6 minus x kvadratdan, x kvadrat u yuqoridagisi ilzosida 6 minus x kvadrat. Ana shu ikkita chiziqning orasi. Demak, y-imiz shu oralikda o'zgaradi. Minus 3 taqsim ilzosida 2 dan 3 taqsim ilzosida 2 gacha degan mana bu integralimizni, xo'p, 0 dan 3 taqsim ilzosida 2 gacha dan 2 ta olyapmiz. U ax o'qiga nisbatan simmetrik-ku, ikkalasi bir-biriga teng bo'ladi integral. Shuning uchun shundan 2 ta olyapmiz. Ha bu. Mana bu yerda hisoblasak, bu dx, bu dy. Y-ni o'zi bo'ladi. Yuqori chegarasini qo'yamiz. Undan ayiramiz quyi chegarasini. Yuqori chegara bu, quyisi bu bo'lsa, ayirganimiz mana minus plus bo'lib ketadi-da. Demak, 2 ta ilzosida 6 minus x kvadrat minus ilzosida 6 bo'ladi. Mana bu yerdan endi integrallarni hisoblashimiz mumkin. Bunday integralni hisoblash uchun mana bunday qoida bor, mana. Integral ilzosida a kvadrat minus x kvadrat dx bo'lsa, mana bu aniq emas integralni hisoblash uchun quyidagi formulani chiqarishgan. Bu teng x taqsim 2 ilzosida a kvadrat minus x kvadrat plus a kvadrat taqsim 2 arc sinus x taqsim a plus bu aniq emas integral bo'lgani uchun s ni qo'shib qo'yamiz. Mana shu formuladan foydalanamiz mana bu yerdagi mana bu va yuqoridagi integralni hisoblashda. 2 chiqib ketadi. Mana bu ilzosida 6 minus x kvadratning integrali minus ilzosida 6 ning integrali bo'ladi-da. Xo'p. Integral 0 dan 3 taqsim ilzosida 2. Xo'p. 2 ilzosida 6 minus x kvadrat dx. Xo'p. Minus 2 ilzosida 0 dan 3 taqsim ilzosida 2 gacha ilzosida 6 dx. Mana bu ikkinchi integralimiz bu oson edi. Ilzosida 6 chiqib ketadi. Xo'p, bu qisqasi bu integralning qiymati x chiqadi. X chegarasini qo'yamiz. Qisqasi buni hisoblash oson. Mana buni hisoblashda esa ana bu formuladan foydalanamiz. Demak, a kvadratning o'rnida qarang. Mana bu a kvadratning o'rnida bizda 6 kelyapti. Demak, a nimaga teng? Ilzosida 6 ga teng. Shundaymi? Xo'p, x kvadrat o'zi kelyapti. Demak, mana bu yerda mana bundan o'rniga qo'yib chiqadigan bo'lsak, mana bu narsa kelib chiqadi. Xo'p, buni endi chegaralarni qo'yib chiqsak, mana bu kelib chiqadi va nihoyat mana shunday qilib, xo'p, o'sha yuzani hisobladik. Bu 4pi minus 3 ilzosida 3 kvadrat birlikka teng bo'lar ekan. Bo'ldi. Shu bilan bu misolimiz nihoyasiga yetdi.